6 qism. Gülşen, apamның deganlarini ko'ngliga olmagan bo'lamdi. Yashinib qolganda nima deganini bilmay qoldi ekan. Abdushukurning ko'zlariga qaradim. U intayin g'ijil bo'lgandek qiladi. Yaqay, nimishqa ko'nglimga olatdim. Umi mening apam tursa, mayli, nim desa men ig'ir olmayman. Rahmat jinam. Abdushukur meni bag'riga bosdi. Kunlar ana shundoq o'tmoqda. Qiynapamda hech qanday o'zgarish yo'q. Ammo atrofimizdagi muhit Abdushukurga ta'sir ko'rsatishga boshlayotdi. Etizga mangsam billa mangmaydi. Sen chiqib turg'in. Deb qilib chiqmaydi. Bir kuni etizdan yanay deb tursam, qo'shnimiz Ro'zaxon qishimga keldi. Ukam, sizni opangiz mening qishimga kirsin deydi. Bo'ladi aka. Yo'lda ketib etib, nemish bo'lgandi. Cho'qim birash yuz berdi deb ansirab ketib-atdim. Xiyollar ichida uyga keldim. Tinchlikmi apa? Apam menga lapida qarab qo'yib. Ha, bak yaxshi. Men sening do'ltingda bak yaxshi. Qara, sen cho'ng bilib ketgan yo'ldishing meni ko'zgima ilib qo'ymadi. Bugun bir kun Avaqning uyidan chiqmadi. Bila tamoq etishib yeb, kulik chaqchaq bilan texmini zangla qilishib, kulishib ketishlarchu. Zodi o'qaq ashu to'kuga loyiq edi. Apamning degini eliqi qizni Abdushukur bilan ayrim solab qo'ygan qo'shnimizning gapi edi. Beshimdan berchalik suv quyayotgandek enikib ketdim. Apa, kechiring. Balkim o'qishmaslik bo'lgandi. Nima o'qishmaslik? Sen adishakdak ishlaysan. O'g'ojam ashundoq o'ynaydi. Sen setilib ketmagansan? Apa, Abdushukurning mijozi yo'qdi. Shuning etizga chiqmang dedim. Endi tamoq etish bilgan ishiga kelsak, u qizmi yolg'iz emas ekan. Aks bor ekan. Shuni boshqacha o'ylamang, apa. Ha, men boshqacha o'ylamay. Seni ashundoq qilmoqchi bu haqsodi. Gerçi apamning deganlari kallamga bakli ta'sir qilgan bo'lsa-mu, yanala hammani chandurmay o'tishga majbur bo'ldim. Chunki men o'z ko'zim bilan ko'rdim-da. Shu xiyollar bilan uyga qaytdim. Keldingmi? Nimancha kech kelsan? Bayam qarsam apangning uyiga kirib ketib boratdim. Chaqiribdimi? Bek yomon xotin-da u. Ering haqning uyida o'ltirdi deb chiqishtirganda tayinliq. Qo'rqqan oldidan mush atta degandek, men hech nima demasam-mu, Abdushukur aman davatdi. Nima dedingiz Abdushukur? Siz nega berib, nada o'tirgandingiz? Apa meni chaqirganmi yo'q? O'zim kirib birdan paranglashib o'tirdim. To'g'ri, apam sizlarga burun haqorat qilgan. Ammo u yenili mening apam. Shu apamga til tekkizmang. Men sizning apangizni birnim demagandikin. Apam siz to'g'riliq qishnim demedi. O'zingizning xudusirginingizga qaraganda birash pulga o'xshamamdi. Danga, nega bordingiz? Apam ko'rib qolsa bo'lmadak siz nima ish qildingiz? Men ateshakning o'rnida ishlayman. Ammo sizlar beka o'ltirishni bilasizlar. Bo'ldi, menmi to'ydim. Mening kichikkina kamchiligimni deb bundoq bo'zaq qilsang bo'lmaydi. Voy, so'zlab ketding-ku endi. Sen gap qilg'ilim bo'lmamdi nima? Uning yana qandoqdir baham sabablarni chiqarib, azor berishdan ansirab, tamoq vaqti bo'lib qolg'ashqa, shu kayfiyatim bilan chandurmay tamoq etdim. Bir kun chiroyim ochmay, gapmi qilishmay kashmi bo'ldi. Men xiyollar ilkida yetib uxlab qopdiman. Yerim kecha bo'lganda uyg'onib qarasam, Abdushukur yo'q. Hojatxonaga chiqmoqchi bo'lib sirtqa chiqdim. Qiynapamning yotoq qo'ydan pichirlashgan ovozlar anglandi. Men diqqat qilmayla sirtqa chiqib ketdim. Qaytib kirishimda qo'shnimiz har ayol chiqib ketib boradi. Bular yerim kechida bu yerda nima ish qildigandi? deb o'yladim ichimda. Balkim bu apamning hilasi bo'lishi mumkin. Abdushukur qaytib kirib,
Bir-birimizga gapmi qilishmay yetishdik. Kunlar o'tib, shundoq ishlab yurib, ko'z eyima keldi. Paxtalarmi echilib, paxta terishga tushib ketgan edik. Men yolg'iz paxta terishni xohlamay, qo'shnimiz bilan hamkorlashib terishga kelishgan edik. Bir bazar kuni qo'shnimnikida paxta terib olsam, Abdushukur chaqirib qoldi. Neyim bo'ldi degan ma'noda uningga qaradim. Pul bormi yaningda? Men bozorga berib ketay degan. Abdushukur, menda pul neymish qiladi? Pul sizdi? Menga qo'shnimizdan pul elib bergan. Baribir sen uningdan jiq deydigan bo'lgan ekan. Nima deyapsiz? Termigan paxtaga pul olamdi? Texi bozorga berib o'ynashingiz uchun men ulardan qarz so'rab beramanmi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Abdushukur kiyim almashtirayotgan bo'lg'ashqa meni peday bilan urgan edi. Qattiq tekkan tayoq sarbisdan yerda o'ltirib qolgan edim. Vaychan deganimcha yerda o'ltirib qoldim. Tura o'rningdan. Sen texi men bilan gap talashqudek bo'ldingmi? Abdushukurning menga devaylab kelganini ko'rib, tezla o'rnimdan turdim-da, karavotga chiqib, tugilganimcha o'ltirdim. Abdushukurmi gap qilmayla sirtqa chiqib ketdi. Ah, dunyo, bu menga nima sinoqdi? Odam degan shundaqmi o'zgaramdi deyman. İç-içimdən şunchalik bir pig'on chiqdiki, bu pig'onimni ko'rgan har qanday odamning bag'ri o'rtinatdi. Qanday qilay? Apamning qishig'i chiqib ketaymi? Yo'q. Chiqib ketsam, apamga bahona bo'lib beradi. Men yamanlab chiqsam bo'lmaydi. Abdushukur hamon o'ngshiladi. Men hozir chiqib ketsam, qaytib bu uyga chiqish fursatim bo'lmaydi. Shunga uning o'ngshilishini saqlay. degan xiyol bilan yuz ko'zlarimni yuvib etib, etisga chiqib ketdim. Kayfiyatim shunchalik nachar edi. Kech soat 4lar bilan qiyin singlim qishimga keldi. "Acha, sizni apam chaqiradi. Endi yenib kirsin, al chiqsin" deydi. "Ha, ma'qul singlim. Men kayningizni kerak." Men uyga kirsam, qiyin apam xiyolda yo'q qursoq yemidi ekan. "Balam, shundoq o'pka esib yugim kelib qoldi. O'pka esib qo'ygan bo'lsangiz." "Ma'qul apa" deb tayyorlik qilib o'pka esib qo'ydim. Kim tushunar meni? Men bu uyga xuddi malayliqqa kelgandek hissiyatda edim. Abdushukurmi keldi. Men chandurmay ishlarni tugatib, o'jirimizga kirib ketdim. Bugun bu uyning bekmi mehr so'g'uq bilinib, to'g'ligandek his qildim. Tezli o'rinlarni silib yetishga tayyorlandim. Abdushukur kirib meni chaqirdi. Men anglamagandek o'ltirib oldim. "Hay Gulshan, men senga gap qilyapman. Anglamadingmi?" Nima degan ma'noda uningga qaradim. U menga qarab kulib turardi. Meni o'rdig'ini o'rib bulib kulib turg'inga bekli ochiqim kelgan edi. Qishig'i barmay nima amal menga? Uning qishig'i keldi. U asta qo'limni tutib o'ziga qaratdi. "Kechirgan, atiganni sen urib soldi. Asli urmasligim kerak edi. Senmi ortiqchilik qilmasang, menmi nima qilaman seni urib? Endi hargiz urmayman. Xafa bo'lma bulamdi." U shundoq deb menga akelgan narsalarni oldimga qo'ydi. U ushaq yemekliklar edi. U yana tiqib qo'ygan yerdan kebab, samsa degandeklarni elib oldimga qo'ydi. U oldimda o'ltirib, ko'z yoshlarimni surtib, meni bag'riga bosdi. Ondan kebablarni elib og'zimga selishga boshladi. Men uning bu ko'rinishlardan berilib ketgan edim. Biz yana yarishib qoldik. Kunlar o'tib, etiz ishlari tugab qishimga kirdi. Bu qishmi bir xil ritmda o'tib o'tadi. Ammo apamning beshimni og'ritishlari faqat tugab qolmadi. Ha desa, "Erang andoq, erang mandaq. Qiynapang oqchi, ko'kchi" degandek gaplardan hech bir orom tepib baxmadim. Shundoq so'z jo'jaklar bilan qishmi chiqib, atiyazliq terg'ularni qilib bo'ldi. Bu jarayonda Abdushukurmu oz bo'lmagan jafolarni salgan bo'ldi. Shundoq bo'lsa-mu, men uni yaxshi ko'rgandan keyin hamma ishlarni bo'ptig'i chiqarib o'tdim. Ata-onam turibla bizni qabul qilgan bo'ldi.
Men buningdan shunchalik xushal bo'lgan edim. Ammo buning keynida qandaqdir bir maqsadning borligini o'ylabmi baxmagan edim. Ko'nglimda o'zning qilganlari ustida o'ylanib, bizni qabul qilgan o'xshaydi debdiman. To'limi afsus. Hiyli mikriga usta ayol bo'lg'ashqimikin bizni qabul qilmay turib, ikkimizni ayirtolmaydiganini bilib yetib, maqsadli qabul qilgan ekan. Ati yazliq terilg'ular tugab, yazliq terilg'ularning ishiga tushgan edik. Mening beshim yana og'rishqa boshladi. Ha desa, erang qiynapang bizni ko'zga ilmidi. Sho'ng ajrashib ketdi. Bo'lmasa bizdan tenib ket deganday tanhidlarni qilishga boshladi. Ha desa, erang qiynapang bizni ko'zga ilmidi. Sho'ng ajrashib ketgan. Bo'lmasa bizdan tenib ket deganday tahdidlarni qilishga boshladi. Shunchalik bardoshlik bergan bo'lsam-mu, kunlarning o'tishiga egishib to'lim ojiz kelyotdim. Abdushukur bilan maslahatlash orqali uydan chiqib ketish qaroriga keldik. Ikki uydagilardan ruxsatsizla boshqa bir nahiyaga, ya'ni Avat nahiyasiga paxta terish uchun ketib qoldik. Har holda ishlamchilar bozoriga kelganda asli men ish topolmaydigan o'xshaymiz deb o'ylagan edim. Chunki bir odam bizni ishlatishga qo'shilmagan edi. Biz ikkimizli bo'lg'ashqa ko'pincha dehqonlarning yeri jiq. Biz ozliq qilatdik. O'ylamagan yerdan umidsizlanib turgan vaqtimda bir kishi kelib biz bilan deyishib uyga ilib bordi. Ularning uydagilar menga bakla amroq bo'lib qoldi. Men bu vaqtlarda sizik bo'lg'ashqa sizikim sal qattiqroq edi. Lag'manni ko'rsam uy bo'lib ishni yegim kelmaydi. Bundaq chaqlarda menga atayin boshqa tamoq qilib beradi. Men shundala mehr-muhabbatdan huzur olgandek ajoyib iliq sezimda bo'lgan edim. Biz maxfiy chiqqashqa bozorga bormaydik. Bir quri kiyim bilan chiqqashqa bara-bara to'nglashqa boshlagan edik. Bir kuni bozorga borganda o'g'ir mushukdek mukib yurib, qish kirib qolg'ashqa biror qo'rdan qishliq kiyim-kechak oldik. Ham uyga sayko'tat oldik. Qaytib ketish uchun bekatga yaqin kelganda qo'g'onni ko'rib shunchalik yegim kelib ketdi. "Jinim, mening qo'g'on yegim bor edi." Erkilab turib shundoq dedim. Abdushukur yanchiqidagi pullarni elib sanab yiqivdi, qaytib ketgandek pul qopdi. Qara jinim, men boshqa joyga elib beray. Uningga nima amal? Lekin mening qo'g'onni shunchalik yegim bor edi. Men laqmanga o'sh bo'lib, o'r chiqib turgan girdi bilan qo'g'onga sizik bo'lgan edim. Ko'zimdan ikki tomchi yosh sirg'ib tushgan edi. Qara jinim, bundaq yig'ilsam qo'g'onni elib beray. Biz mengib ketaylik, dedi. Yo'q bo'ldi. Menga qandoq ketib bo'lg'ili bo'ladi? Elib bermadi deb yig'lamadim. Ata-onamiz unda qilmagan bo'lsa, biz mushu kunni ko'rmagan bo'lardik. Deb o'zimni tutolmay yig'lab ketdim. Bo'ldi jinim, bu kunlarmi o'tib ketadi. Biz farzandimizni ikkimizga o'xshash yetimlik ko'chasiga boshlamaymiz deb bu yo'lni tanladik. Shunga bardoshlik berishimiz kerak, deb menga tasalli berib ko'z yoshlarimni surtdi. 7-qism. Biz yenib keldik. Bir ay turgandan keyin yo'ldoshim va oilasilarning ammasi jangalga chiqadigan bo'ldi. Ham bizmi chiqmasak bo'lmaydigan bo'lib qilib, bizmi tang jangalga chiqdik. Men qo'rsqimni ko'tarib mengib bo'lmay, jabha tortayotgan bo'lsam-mu, shunchalik xushal edim. Ammo bir kuni kechda o'ylamagan bir ish yuz berdi. Qiyni singlim Aygul bir bola bilan aralashayotdi. U balamo shu yerda bor edi. U bola qiynapamning asli yurti Qashqardan edi. Shunga biz bilan birga turardi. Kechda tamoqni yeb bo'lib yetishga tayyorlik qilish uchun bir qum dovisining kayniga o'ssam, u ikkisi paranglashib o'tiribdi. Men nima deyalaydim? O'z vaqtida qiyin singlim tegmayman desa, qiynapam tillab bir qilib atgan edi.
u balaga qiyinchiligimni qanday qarab ekan bilmayman, ish qilib uyilib olaman deb tahdid solgan odam turibla amroq bo'lib qolgan edi. Men yenib kirib bu ishni deganimda qiynapam menga qaynab ketdi. Sizdekmi achi bo'lamdi? Dadangizning oldida meni shundaqmi yerga qartamsiz? Aldingizga selib qaytirib akirmay yenib kelyapsiz. Bundaq yuzimni tökkan balani endi men baxmayman. Әділ өз dadısının qışığı apırıb etimen. Qanday qılsa qılsın. Qiynapam to'xtamay qaqshab ketib atatdi. Men kelin bo'lg'ach ortiq gap qilolmay xiyolga cho'kdim. O'zi o'g'illardan qizni qo'g'damay mendan ko'rgani nemisi? Bekardilla bundaq tildashnam yevalganligim uchun ichim ochiq bo'lib atatdi. Senmi ko'rgandan keyin yondirib akirsang bo'lmasmidi? Yo'ldoshimningmi bundaq deyishni o'ylamabdiman. Uning bu gapi ochiqimni pahla keltirgan edi. Nima deyapsiz? Har ishni o'zinglar qilib, amlikda gunohni menga qo'yyotamsizlar. O'z vaqtida Aygul unimni zo'rladinglar. Endi u ikkisi chiqishib qolsa, meni ayiblayapsizlar. Men bu uyda bir kelin, men nimani qilay sizlarga yaxshi bo'lolmayman. O'ylab qoldim. Kelin bo'lmak nemanchi tasdu. Tova. Men nimani ish qilay aman yaxshi bo'lamabdiman. Abdushkur gap qilmay yotadi. Men xiyollar ichida yotdim. Ammo hech uyqu keldigandek emas. Aygulni o yerga apirvasa, u qizning taqdiri qandoq bo'lib ketar? Hey, bu ota-onalar nimani o'ylaydigando, ha? Hey Abdushkur, uxldingizmi? Yo'q, uxlamadim. Aygulni apirvatmay to'yni qilvasak bo'lmamdi. Hey, qara. To'yni qilaman deb qilg'il bo'lamdi. Uydagilarda pul nada turibdi? Qarang, siz undaq degan bilan u degan qiz bola. O'z vaqtida u qassa, tas qoldi apangiz ikkisini bir uyga solab qo'yg'ili. Endi chiqishib qolsa, ikkisini ayritaman deydi. O yerga ap chiqivassa, u balaning keyniga kirib ketib qolsa, hech qaysimizga yaxshi bo'lmaydi. Şuna apangizga dang, to'yni qilib qo'ysin. Bek bo'lmasa biz qarz elib bo'lsa-mu, pul jamlab beraylik. Agar o balam emas degan niyatidan yalmasa, ertali men uyga mangay. Men pulning amalini qilib, o'zimiz qilib beraylik to'yni. Siz degan aka demak dadasidan qasli ikkinchi dada. Şuna bu fikrimni o'ylashib beqing. Gerçi bizning nurg'un qarzlarimiz bo'lsa-mu, hech qisi yo'q. Cho'qim ham ish yaxshi bo'lib ketadi. Qiynapam bir muncha qarzlarni bizning ustimizga ortib qo'ygan edi. Asli balları uy ayirib chiqsa, bir uyni saramjalashtirib chiqaradigan qoida bo'lsa-mu, ammo biz bir patman qarz bilan ayrim chiqqan edik. Gulcha, bu gaplarni sen deyapsan? Seni bundaq deydi deb xiyolimga kirib chiqmagan edi. Men demay boshqa bir sesi bo'lamdi. Qiziq gap qildi ekansiz. Men sizning ayolingiz. Demak, Aygulning ikkinchi apisi. Shuni men ko'rgan kuni u ko'rmisin. Men qanchalik jafo tarsam mayli. Bayatdan chiq o'ylandim. Shuni mushunda qara chiqardim. Rahmat jinim, tatli qutun. Biz shundaq deyib uxlab qolishdik. Atiganda qiynapam mang'ili tayyorlik qildi. Abdushkur hech gap qilay demaydi. Men uninga gap qiling degandek menida qarab qo'ydim. Qarang apa. Aygulni bundaqla echib qatmasangiz yaxshi bo'lmaydi. Shunga to'yni qilib qo'yaylik. Nimani qilib qo'ydi, nimani? Pul bo'lmasa. Qiynapam challaqab so'zlab ketdi. Bechora qiyin sog'limga qarsam, yig'lab, ko'zlari qizirib ishib ketibdi. Apa deb asta qiynapamning qishig'iga bordim. Hem qishda o'tirib, qo'llarini tutib turib nasihat qildim. Qarang apa, sizning yosh vaqtlaringiz o'tgan. O'z vaqtida Aygul qarshilik qilsa, hammanglar uning rayiga baxmay ikkisini zo'rildinglar. Amlikda bunday qilsak bo'lmaydi. Pul bo'lmasa topqili bo'ladi. Ammo yo'qilgan izzat obro'yni topqili bo'lmaydi. Shuni to'yni qilib qo'yaylik. Pulni biz tepib beraylik. Aygul degan bizning birdan-bir qarindishimiz apa. Ha, undaq bo'lsa mayli. Amsa pulni sizlar chiqarsanglar, to'yni qilib qo'yaylik. Bugunlar hammamiz mangayli. Sizlar berib to'yning tayyorligini qilib beringlar.
Men Qashqarga chiqib to'yni qilib qo'yay. Shunda qilib mahallaga kelib qarz ilib, pulni tayyor qilib Qashqarga yo'lga soldik. Ammo biz yana qarz tugutish halakchiligiga tushib ketdik. To'g'ut vaqtim yiqilishib, qo'rsuqim kundan kuniga yo'g'nab ketib boradi. Ay kunimni to'shdi. Bir qitimliq hayot mamatliq jang badaliga o'maqqini bir o'g'il tug'ib oldim. Kishilar ayollar tug'ib 40da beklar rohatiga yotadi deydigan. Nemisinday? Baş ağrıqıdan qutlanmay 18 kun yetib turib ketdim. Bunda qilmasam, ikki toshning o'ttirisida o'lib qoldigandek his qilyotdim. Texi apam balang tug'ilsa quchqimizga olmaymiz degan edi. Balam kundan kunga budraqqini yo'g'nayotdi. Balamga mendimi bek amroq bo'lib ketdi. Menga o'shlik qilsimi, balamga har haftada bir qur kiyim olmay qolmaydi. Mahallada kiyimlarga to'pi qo'ndirmay yuradigan balalar bo'lsa-mu, mening balam to'pida o'mlab o'ynayotsa, bir qitim quchqiga elib suyib olmoqcha bo'ldi qilmaydi. Biz shunchalik bardoshlik berib, balam 2 yoshga kirgan chaqlarda ishlarda o'zgarish yuz berdi. Apam Abdushkurga bargan sir o'ch bo'lib ketyotdi. U doim bizni yo'q bahonalar bilan ajrashib ketishga qistaydi. Apamning qayta ajrashib ket deyishlari bak ta'sir qildimi bilmadim, Abdushkur ajrashib ketishni tanladi. Abdushkurning ammasiz qolganini bilib turdim. Shuning bilan ajrashib ketdik. Mening kunlarim intayin xomushlik ichida o'tib. Bir tarafdan apamning shu shaxsiyatchiligiga ichinsam, yana bir tarafdan Abdushkurning menga bo'lgan muhabbatining tavrinib qolganligiga ichinatdim. Bu ishlar menga ruhiy besim bo'lib, bargan sir maydam chinqilib tinolmay o'rin tutib yetib qoldim. Mening kunlarim o'z-o'zim bilan mo'ngdishish, sirdishish orqali o'tib. Dunyo, meni bunda qiynag'ucha jinimni olsangchi. Doim taqdirga nola qilib yig'laydim. Shunday kunlarning birida Abdushkur xat kirgizibdi. Xatni ko'rib shunchalik xushal bo'lib ketdimki, bu chaqdagi xushalligimga hech nima to'g'ri kelmaydi. Jinim Gulshan, opam meni bir kuni chaqirtirdi. Agar sendan ajrashmasam, dadangning san qilganlarini san ortib seni qildi. Dadisini ozdirib buzuqchilik qildi, deb mahallada gap tarqatilganligini aytdi. Men sening izzat obro'ying uchun ajrashni tanlagan edim. Sening ko'nglingga azor berib qo'ydim. Biroq seni haqiqiy chin dilimdan so'yiman. Buni senmi bilsan? Ajrashmayin deb o'yladim-yu, ammo opangdan qo'rqdim. Bilsan, opangning qo'ldan har balo kelganligini. O'zim chin dildan so'yilgan ayolning yuzining to'kilib, boshqalarning nafrat bilan qarshiga men qarab tura olmayman. Shunga ajrashni tanlagan edim. Sen meni yaxshi ko'rsang, o'rningdan dastur. Seni bunchalik azoblanib, bardoshlik bera olmay qoldig'ingni bilganimda, qanchalik azoblanganimni bilamsan jinim. Sen xushal yursang, menmi xushal yura olayman. Shuning uchun meni yaxshi ko'rsang, o'rningdan dasturg'in. Seni chin dildan suyib, Abdushkur. Xatni o'qib bo'lgacha ko'z yoshlarim mag'zimni yuyib bo'lgan edi. Dunyo, opamning ko'ngliga mehr muhabbat urqini chashqin. U mening opamg'u. Nima uchun bunday qiladi? Bizni ayirib etib nimaga erishmoqchi? Bo'ladi jinim. Men xushal yashasam, siz xotirjam bo'lgan ish bo'lsa, men buning uchun tirishiman. Men shundoq yig'lab uxlab qopdiman. Uyg'onganimda maydamdagi sanjiq qo'yib beribdi. Mening keslimning shifosi Abdushkur o'xshamamdi. Uning xatini o'qib, o'ng'ishilib qolganimni deyman, deb o'yladim ichimda. Shunda qilib men asta-asta o'rnimdan turdim. Rasli bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan edim. Men asta-asta aslimga kelishga boshlagan kunlarimning birida bir idoraning zanjig'ining o'g'liga elchilikka keldi. U balamo shu idorada xizmat qiladi ekan. Shunga menga maslahat solmay ma'qullik bildirib etibdi. Apa, bu nima qilganinglar? Menga maslahat solmabsizlar-ku? O'zim tutolmay gap boshladim. Hey, sen nimaga tanlayding?
Sen degan bekarchi, ham bir balang bor. U balning muqim xizmati bor. Yana kelib bir qatam to'y qilmabdi. Shundaq turib seni yartib, elchilikka kelganga xush bo'lmay, nimaga qashmoqchisan? Apa, o xizmatchi bo'lsa meni baxtli qila olamdi ekan. O to'y qilmagan bo'lsa, mening baxtim kelgan bo'lamdi ekan. Yo'q, men bu to'yga qo'shilmayman. Men bir mezgil yolg'iz yashamoqchi, deb qarshiligimni bildirdim. Hey, sen yana bizning gapimizga kirmay, o'zbeshimchilik qilmoqchimi? Vuh, nakas. To'yamana. Vaychan, unda qilma, meni urmang dada. Dadam shundoq deguncha meni xuddi qo'noq tag'ini dombalagandek dombalamoqda edi. Shu tayoqning zarbasidan hushimdan ketibdiman. Bir chaqda ko'zimni assam, yenimda hech kim yo'q edi. O'rnimdan turay dedim-yu, hech midirlayolmayotdim. Beshim bekli og'rib ketib boradi. Qo'lim qattiq og'rib ketyotdi. Men asta beshimni tutsam, beshim teng'liq edi. Bir barmoqimning tirnoq o'rnidan qon iqib, to'xtab qolgan ekan. Qo'limning damba qismi ko'kirib, kiptak ishib ketgan edi. Dadam nima jarasildi? Uyga bo'lsam, uning oldida shuncha yil turibdiman. Menga nimishqa shunchalik bag'ri tash qildigandi? U meni urgan vaqtda qo'li bilan ursa nima dey? U shu vaqtda qo'lga chiqqan bir to'mir bilan meni urishga boshlagan edi. Mana amdilikda kiyimlarimga qarasam, uchamdagi oq ko'ynikim qizil rangga chilab olgandek bo'ylab ketgan edi. O'zimning bu holimga qarab cho'chib ketdim. Ham baxtsizligimga echindim. Bir odamnimi shunchalik bo'lib ketishlik o'ramdi. Acaba uning yuragi go'shtdan bo'lmay, toshdan yaralganmidi? Shunchalik urib, meni mushu holga tushirib qo'yib turib, yana nemishqa meni doktorga aparmagandi. Yuragim suv bo'lib oqdi. Biroq yig'lug'dek majolim qolmadi. Shunchalik tasda o'rnimdan turib, sirtqa chiqay deb eshikni ochsam, eshik ochilmadi. Ularning meni so'lab qo'yishi, haydasa tayoq to'qmoq berishi meni xuddi zindonga mahbusdek hissiyatga keltirib qo'ygan edi. Joyimga o'ltirib qoldim. Ko'z yoshlarim tugab qolgandek bir tomchimi yosh chiqmaydi. Qo'lim bek og'rib ketayotgachqa chaydondan choy quyib qo'limni qaynoq suvga chiladim. Bir hassa qaynoq suvga chilgandan keyin og'riq pasaydi. Men beshimni tangib qo'ygan yog'liqni oldim. Beshim shuncha qattiq yaralansimi, doktorga aparmasdan yog'liq til tangib qo'yibdi. Yog'liqni elishimga chechimning orasidan yana qon iqishga boshladi. Men yog'liqni qatlab, yar eg'iziga besib turib, ota-onamga nafratim qo'zg'aldi. Ammo men bir bola, bir ayol bo'lganligim uchun nimam qila oldim. Bu uyda bir minutmi turg'im yo'q edi. Biroq eshik so'loqliq bo'lg'achqa chiqib ketolmadim. Men saqiyib, muvofiq bir paytni tanlab, uydan chiqishni o'yladim. Balam qilib qolsa, mendan obdan baqatdi. Chunki o'g'lim Qaysarga bakla amroq edi. Shunga o'zim yolg'iz chiqib ketishni qaror qildim. Biroq bir haftagacha meni sirtqa chiqatmadi. Kayfiyatim nachar bo'lg'achqa, ishtahoyim yo'q bo'lib, shuning uchun burunqi suzuk chiroyimdan asarim yo'q edi. 8-qism. Men bir haftadan keyin sirtlarga chiqish imtiyoziga ega bo'lib, shunchalik xushal bo'ldim. Men to'yga qo'shilganligimni bildirdim. Yiliq meni olmoqchi bo'lgan bola pat-pat keladi. Xolamasam zo'rg'a yaqinchilik qilishga boshladim. U xuddi qizlardek uzun chash qo'yib oladi. Uni azdab chashlarini qizil bo'yashlarcha texi. Uning bunday qiliqlari faqat ko'zimga sig'maydi. Nima amal? Qechib ketishning birdan-bir amali u xinim chiroydan foydalanish edi. Shunda qilib menga fursat pishib yetilgan edi. Endi planimni amalga oshirmasam kechib ketdim. Chunki bizning to'yimizni bekitgili elchilar kelmoqchi edi. Shunda qilib bir kuni atiganda uydan jimitil chiqib ketdim. Men bozor tarafga qarab mansam tezli payqilib qolatdim.
Şuna jangallık tarafga qarab mengib, mahallimizga yiroq bo'lmagan bir jangallikqa kirdim. Kun tush bo'lganda, xuddi mening shu yerda borligimni bilgandek, atrofga odamlar paydo bo'lishga boshladi. Men odam xiyolmi qilmaydigan bir chatqonlikni bo'sibla o'tirg'a kirib, ustini chanmog'idek darajada yepib yetib oldim. Cho'ngroq nafas ilishqimi jur'at qilolmay yetib uxlab qopdiman. Bir damdila tuyuqsiz qo'lqimga Abdushukurning ovozi anglandi-da, menga bir umid paydo bo'ldi. Men shundaqdimi uni kuzatmasam bo'lmaydi. Uydagilar uni dastak qilib, meni o'tirg'a chiqarmoqchi bo'lgan bo'lsa, u chaqda men tugishatdim. Uzun kuzatgan bo'lsam-mu, boshqa ishni bayqamadim. Abdushukur varqirashga boshladi. Jinim Gulshan, men kechirgin. Seni qo'g'diy olmadim. Seni azob qo'ydim. Bundaq kunda qilishingni bilgan bo'lsam, hargiz ajrashmaydim. Men kechirgin jinim. Nalar tamtirab qiynab yurayotgansan? Sen zodi nada? Men yig'lab tashladim. Bir ozdan keyin uning ovozi jimib qoldi. Berdala jiddilashib, ovozimning qanday qisiga chiqib ketganini bilmayla qoldim. Gulshan, bu senmi? Gap qila Gulshan. Abdushukur ovozimni anglab qolgandek qiladi. O meni tartib chiqardi. Meni bag'riga besib turib, ozroq tinishib olgandan keyin, "Yura, bu yer tursa xatarlik" deginicha qo'limdan tartib elib mangdi. Hamda yo'lga chiqibla motoga minib ketib qoldik. Abdushukur, biz nega boramiz? Xeyli mangandan keyin shunday so'radim. Qara jinim, hozir uyga kirsak bo'lmaydi. Chunki opang uyning atrofini paylab yuriydi. Shunga boshqa yerga ketaylik. Sen sirtlarda yolg'iz yurgizishga chidamayman. Shunga biz Qashqarga ketaylik. U yerda tuqqanlar bor. Talada qolmaymiz. Biz shunday qilib bozorga berib, bir mehmonxonadan yotoq ichib, bir kecha qo'ngandan keyin ertasi atiganda Qashqarga qarab yurib ketdik. Qashqarga borsak, Abdushukurning tuqqanlari bizni bekmi qizg'in kutib oldi. U yerdagilar bekmi qizg'in bo'lib, bizga to'liq xushchaqchaq muomala qiladi. Biri, "Ojon, nimandaq chiroyli xotin olib oldingiz?" desa, yana biri, "O'g'aval xotin olsa, mana mashunda xotin olguliq" deyishadi. Ikkimiz ko'chalarda mangsaqmi, tonish pulishlari uchirsa, "Hey Abdushukur, xotinni ta'lim kaptijimi?" deyishadi. Biz shunda xo'shal bir necha kun o'tkazgandan keyin Abdushukur ish tepib ishladi. Kunlarimiz shu tariqada normal o'tayotganda qiynapam kelib qoldi. U kiribla meni haqoratlab tallashga boshladi. "O rasva, balamdan boshqa er chiqmadimi sana? Balamning beshini qaymoq turib, osurib elib qo'shding. Uydan chiqib kelsang, o'zing chiqib kelsang bo'lmamdi. Mening balamni elib qo'shqicha." Bu qiynapamning og'zidan chiqqan gaplarni ig'izga elish mumkin emas edi. "Er kishnimi elib qo'shqili bo'lamdi? Elib qo'shsam nima bo'pti? U degan mening erim u. Balamning dadisi u. Meni nimishqa bunday haqoratlaydi? Men nimani xato qildim?" Uning gaplariga bardoshlik berolmay yig'lab tashladim. Shundaqdimi qiynapamning og'zi hech besiqdigandek emas. Shu asnoda qiynapamning inisi Ahmadjon bilan Tursunjon paydo bo'ldi. Ular menga beklamroq edi. "Ey, sen nimalarni deyapsan? Kimni tillayapsan? Bu kim? Bu sening nima? Acaba sen boshqalarni shundaqla sababsiz bir narsa desang bo'lamdi? Qara uning bo'lib ketganini. Igina, gap qilmay qarab tursan-ku." Qiynapam satbarni olib etib gap qilmay o'tirdi. Cho'ng inisi Tursunjon akam so'z boshladi. "Qara acha, bu degan sening kelining, Abdushukurning ayoli, Navrangning opsi. Buni sen bunda haqoratlasang, boshqalar nim qilmoqchi, ham nim demoqchi. Buni bilamsan? Bu qiz sirtlarga chiqmay uyda o'tiramdi. Agar sirtlarga chiqsa, boshqalarning so'z cho'chkidan qutula olamdi. Bu qiz yurtni tashlab, bu yerga sening o'g'lingning keyniga kirib ketdi. Agar bu qiz balonni ozdirib akatgan bo'lsa, bu yurtga emas, boshqa yurtga akatgan bo'ladi. Akatsa, kelsin nim bo'pti? Bular yot emas,
xotun, bir balsın var. Sen bu qizni haqoratlash emas, e'tiborlashing. G'irib sundurmasliging kerak edi. Nima? Men buning ota-onasidan haqorat anglab, endi buni e'tiborlamdim. Bu mumkin emas. Tez uyga qaytsin. Tursunjon akamning gaplari tugmay turib, qiynapam shundoq dedi. Ey, kimni kasundayapsan? Kallang joyidimi sening? O'g'lim haqning qizni elib qassa, yomon gap qilmay, seni chaqirib choy qo'ysa bo'lamdi. Ota-onasi bir nima desa bu yerga kelib, bu qizni haqoratlamsa, sana deb qo'yay. Acha, bu qizni ketkizib, Abdushukurni yana yolg'iz qo'yman deydi ekansa, senmi tang yo'qol. Ikkinchilab bu yerga dasima. Ahmadjon akam shundoq deb so'zlab ketdi. Qiynapam bu ikki inisidan sal qo'rqatdi. Bo'libmi Ahmadjon akamdan bakli qo'rqatdi. Yurasanglar, uyga chiqib ketaylik. Deb meni ilib uyga ilib chiqib ketdi. Uyga kiribla Ahmadjon akamning ayoli Ayshamgul achamga eslab qattiq yig'lab ketdim. Ayshamgul achammo menga bek amroq bo'lg'achqa, men bilan tang ko'z yoshi qildi. Biz birdam yig'lashgandan keyin Ayshamgul acham tamoq atkili tushdi. Men Ayshamgul achamning degini bo'yicha tamoqqa yordamlashmay aram elvatdim. Eshik ochilib Tursunjon akam kirib keldi. Yuring sanglar. Achingiz tamoq etib ekan. Sizni chaqiryotdi. Tamoqni birlayaylik. Ayshamgul acham sal xafa bo'lganday qilsimi, ammo hech nima demadi. Tursunjon akamning ayoli Qamargul acham meni bekmi qizg'in qarshi oldi va to'riga boshladi. Bu qarindoshlarning shunchalik qizg'in, illiq mehr muhabbati meni bekmi ta'sirlantirdi. Endi tamoq yeyli deb tursak, Abdushukur kirdi. Men uni ko'rib yig'lab etishga orali qolgan bo'lsam-mu, uning bir kun kechgacha ishlab charchig'ini o'ylab, o'zimni aron tas tutib olib, yerga qarab o'tirdim. Ko'zlarimning qizirib ketganini ko'rib qolsa, beoram bo'lishdan ansiraydim. Biroq yana ko'ngillar to'ydi-da. Gulchan, nim bo'ldi? Yig'labsan-ku? Ko'zlaring yig'idan qizirib pishib ketibdi-ku. Nim bo'ldi degina? Deb menga savol nazarda qaradi. Nima deyishimni bilmay tamtirab tursam, Tursunjon akam gapni burdi. Ukam, Abdushukur oldi bilan tamoq yeyli. Ondan men hammani sana so'zlab beray. Abdushukur ma'qullik bildirgandan keyin tamoq yeyishga boshladik. Ak-uka ikkilan tag'dim-bag'dim paranglashqach tamoqlarni yeb bo'ldik. Tamoqdan keyin Tursunjon akam Abdushukurga bo'lgan ishlarning hammini bir-birlab bayon qildi. Qara uka, apangmi ochiqda so'zlab qoldi bo'lg'ay. Shunga sizlarmi bak ko'nglinglarga elib ketmanglar. Sizlar bir necha kun bizning uyda turinglar. Apanglarning ochiq yong'icha. Bu uyga chiqsanglar yana ko'ngil og'riq deb olmanglar yana. Biz Tursunjon akamning fikriga qo'shilib, aram elish uchun ko'rsatib bergan uyga kirib ketdik. Jenim xotin, yan azar yapsan, seni qo'g'diy olmadim, men kechirgan. Abdushukur shundoq deb meni bag'riga bosdi. Men toza qong'uchi yig'lab oldim. Bo'ldi jinim, hechnim bo'lmaydi. Biz ana shundoq bir-birimizga tasalli berdigan, bir-birimizga yar yo'lakda bo'ldigan inchil inoq arxotinlardan edik. Qiynapammi bir necha kun qiydigandan keyin o'ng'ishilib qoldi. Biz bir necha kun birga turgandan keyin yurtga qaytib ketdi. U ketib shunchalik yeniklab qolgan edim. Gerçi o ketib, üstümdeki eğir yükünü elivetgendek yeniklab qolgan bo'lsam-mu, balamni to'limi sig'inayotgan edim. Har qatim sig'inganimda ota-onamga bo'lgan nafratim aslab eshib boratdi. Bu hijron azobida ba'zi ichim bo'shig'icha yig'lab olatdim. Kunlarning o'tishi bilan bu sig'inish o'ti suslamoqda yo'q, texmi kuchib ketayotdi. Balamni sig'inib, faqat chidamay uyga telefon qildim. Telefonni apam olgan edi. Vay apa, tishliqmi? Qandaq turdingiz? Ha, tishliq. O'ldimikin deganma? Yo'q apa, undaq emas. Bundaq so'g'uq muomildan nima deyishni bilmay turib qoldim. To'qqizinchi qism. Men gap qilolmay turib qoldim. Ha, hayot borkansan ha? Men texisini o'lgan o'xshaydi debdiman.
Apam ağzı tegmey sözləvatatdi. Umaq oğlum Canjigerimning ovozi anglandi. Men opam bilan paranglışıman. Men opamning ovozini anglayman. U to'xtamay gapsizlik qilyotdi. Uning tatliq ovozini anglab, ko'z yoshlarim marjon kabi to'kilmoqda. Uni shundoq baqsammi, tashlab ketgan opasini jidilni qilgan. Apam shundoq degach telefonni o'g'limga berdi. Oppa, sen bormi? Seni bakagim kep ketdi. Meni qachon og'illi kelsan? O'g'lim yig'lab turib, chuchuk tillari bilan to'xtamay so'raydi. Men yig'lab gap qilmay qoldim. Oppa, gap qila. Ha, jinim o'g'lim, men ba. Tinchlik turdingmi, balam? Meni kechirgin. Seni tashlab qo'ydim. Meni kechirgin, balam. Men shundoq debla yig'lab ketdim. Onam seni o'lib ketdi. U endi kelmaydi degan edi. Men yo'q, opam o'lib ketmadi. U meni olg'ili keldi. Sen yolg'on so'zlayapsan degan edim. Gapim to'g'ri chiqdi. Opam hayotgan. Jinim balam, cho'ng onangiz, cho'ng dadangizga jafo salmang. Men pat yaqinda sizni olg'ili boraman. Opam meni olg'ili keldi ekan. O'g'lim shundoq deginicha xushalliqida telefonni qo'yibdi. O'g'limning yig'lab turib, seni bak sig'indim degan gaplarini o'ylab, ichim ochiq bo'lib ketdi. Texi opam meni o'ldi debdi. İçimga ochiqimni sig'dira olmayotdim. Ochiqim kelsa-mu, tishimni tishlamay amal yo'q edi. Nimali bo'lmasin, uydan chiqib ketgan odam men emasmi? Necha kun o'tib, opam o'zi menga telefon qilibdi. Sana biz kerak bo'lmasaqmi, balang kerakdi. Bechora bola opam deb tamoq yemaydi. Bo'ldi, men kechirdim. Yenib chiqib, mushu yerda uy tutinglar. U gaplarni qisqali deb bo'lib telefonni qo'yibdi. Uning bu gaplari xeyli kunlargacha kayfiyatimni buzgan edi. Men kechirim ketak zoda nima ish qilgandiman? Nemil degan bilan bola bo'lgan gunoh menda-da. Bu gapni Abdushukurga aytolmay bir necha kun o'tib ketdi. Bir kuni balamni xayol qilib o'tirishimga telefon jiringlab ketdi. Xuddi ko'nglim to'ygandek yugurib beribla telefonni oldim. Abba, men sening qishingga ketaman, abba. Seni bakkagim kep ketdi. Jinim balam, yig'lamag'in. Men yeningga boraman. Qattiq yig'lama balam. Agar yig'lasang men bormayman, jimo. Ma'qul abba, sen kuldigan ish bo'lsa men yig'lamayman. Balam emdila 3 yoshning qarasini olgan bo'lsa-mu, tili shunchalik ravon so'zlaydi. Men telefonni qo'yib bo'lib qattiq yig'lab ketdim. Meni kechirgin balam. Seni kichitiribla anne mehridan mahrum qo'ydim. Kichitiribla seg'inish azobini tortyapsan. Ota-onamga bo'lgan nafratim texmo kuchib ketib boradi. Shu arliqda Abdushukurmi yetib kirdi. Gülşen, ne bo'ldi? Nimaga yig'ilding? Biroz birinim dedimi? Yoki o'g'limizning chaqinib yig'ildingmi? Men degina. U eg'ir besiqlik bilan shundoq dedi. Men pangida etilib ketdim. Bir haza yig'ilib olgandan keyin opamning deganlarini, o'g'limizning yig'lab turib deganlarini deb berdim. Hey, biz qaytib kelsak uy tuta olamizmi? Gülşen, opangning mijozini obdan bilasan. Biroq ketmaymi bo'lmaydi. Bola bizni uni undaq tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Biz maslahatlashib uzoq o'tmayla shayarga qarab yo'lga chiqdik. Uyga kelganimda bechora o'g'lim bo'ynimga esilib shunchalik yig'lab ketdi. Dadis olsa uni birni suyib qo'yibla yana menga chiqib oldi. U meni chingida quchoqlagan holda quchuqimdan ish tushay demaydi. Balamning xushalligiga hech nima to'g'ri kelmaydi. Dadisi qiyishib, meni talishib, dadisi bilan urushib ketadi. Men o'g'limdan suyunib, Abdushukurga ko'z qisib qo'yatdim.
Oğlum menden ayrılmay, apamlarning qishida turg'ili unmasa, kapsiz deb tillabmi qo'yatdi. Hey, bizning bu xushalligimiz yana uzunga bormadi. Amdilikda bizni ajrashtirishga qiynapammi kuch chiqarib Biz ajrashib, balamizni yetim qilsak, bularga nima foydasi tegadigandu? Men shundoq o'ylab qolatdim. Biz yurtga qaytib kelib, dal yarim yil bo'lganda, cho'nglarning har xil besimlari tufaylidan yana ajrashib ketdik. Men balamni beqib o'ltiraverdim. To'y qilgan desa, men yo'q deb bo'lguncha balam qarshi chiqatdi. Bechora o'g'lim kichik turibla o'gay dada yomon aski degan tuyg'uni o'ziga singdirib olgan edi. Tuqqanlar qiyishib, "Apangni erga beramiz" desa, "Yo'q, opam to'y qilmaydi. Men cho'ng bo'lib, opamni o'zim boqaman" deydi. Buningdimi bakrak ko'ngliga kelsa, o'shdan ketadi. Bu jarayonda tatmaganim as qoldi. Texi opamning o'gay dadamdan gullab ketishlari. Mendan gumon qilib ketishlaricha texi. Ah, taqdir. Men ya hayvon bo'lmasam. O'zlari alam qilsa gapi yo'q. Yana mendan gumon qilishga yuzi chidaydi ekan bularning. Bu asdab qo'shnilarning g'ayvatlari qo'liqimga kirib qoladi. Voy bu qo'shnimcho, o'zi qayrib qolg'ashqa, erining tashlab ketishdan ansirab, qizni qurbonlik qilayotgan o'xshaydi. Mening bu uyda turg'ida yerim qolmayotdi. Toza qaynoq paxta terim mazgili keldi. Men yana bu fursatda uydan chiqib, boshqa bir nahiyaga berib paxta tardim. Shunchalik diqqat qilatdim. Sirtlarga mo bek chiqmaydim. Apamni izlab kelmaydi degili bo'lmaydi. Biroq men ansirgan ish oxir yuz berdi. Paxtaning oxir qolgan chig'larning birida amdili itizin kirib tamoq etib Uyga apam bilan ukam kirib keldi. Men dan qatqinimcha turib qaptiman. Yuzimga tekkan bir shaplaqdan o'shimni yig'dim. Uninggacha apam udul kelgan yerimga urishqa boshladi. "Vo buzuq rasva. Mahallada yuzimni mi qo'ymading? Uyda jim o'ltiramamsan? Meni topolmaydi deb bu yerga mumkin olganingmi bu?" Apam urishdan hech to'xtaydigandek emas. Qo'li og'risa dassaydi. Oxiri putimi taldimi to'xtab qoldi. Meni so'rab degidek mashinaga besib uyga yontirib akeldi. Mening bu uydagi birdan bir xushalliqim faqat shu umoq o'g'lim edi. Mening shu japoyimning mevasini dal 1,5 yil bo'lganda ko'rdim. Yo'ldoshim bilan orom tasida jam bo'ldim. Aslida Abdushukur biz ajrashib ketib bir qatam to'y qilgan edi. Buni Abdushukur xalab emas, qaynopamning zo'rlishi bilan bo'lgan edi. Abdushukurning aytishicha, ular har ikkisi majburiy to'y qilg'ashqa bir-biri bilan faqatla kelishamagan ekan. Shuning bilan uzoqqa davomlashmay ajrashib ketibdi ekan. Biz yana bir uyga kirib bayla baxtlik o'tdik. Apamning anda-sanda o'shaq gaplarini demasam, ortiq gapi yo'q edi. Ikki quda senda men qalamdim deb bir-biriga bo'yin egmaydi. Kunlar ashundoq o'tib, balamni 8 yoshga kirib qoldi. Men Abdushukurga jidal qilib yurib, do'kon ochqizgan edim. Har kuni sahardan kashkirgacha aldirash yuratdim. Bir kuni aldirab ish qilmansam, apam yo'l ustida meni saqlab turibdi. "Uyga kira, gap bor sana." Uning talaffuzi to'limi kaskin edi. Ko'nglim yana bir shumliqni sezgandek bo'ldi. "Qara, men rayinglarga beqib uy tutqili qo'ydim. Ishinglarga aralashmadim. Ammo sizlarning qilganinglar endi shunchalik. Haqmo kuyovning rohatini ko'rdi ekan. Biroq biz hech qanday foydasi ko'rmadik. Qiynapangchi texi. Satqar xotin attiga baxmay akavurliqchi. Uning tigi pas. Odamgarchiligi yo'q qalandala. Endi men chidamadim. Ajrashib ketinglar." Nima deyapsiz, apa? Ha desa ajrashla deydi ekansiz. Mening ko'nglimni o'ylab qo'ydingizmi? Nima? Sen texi meni so'roqqa tortib Men mu sening g'imingni yeb shundoq deyapman. Ular degan boshqa yurtliq. Hamon bu yana tashlab ketadi. Qashqayliq degan bo'sh haq emas. Sana deb qo'yay. Bu qatam ajrashsangmi ajrashsan.
Ajrashmasanmi ajrashsan. Bo'lmasa oqibatingni o'ylashib qo'y. Apamga yana gap qilishning ojizning yo'qligini bilib yetib, do'konga qarab mangdim. Sodi qanday qilishim kerak? Onun bilan qancha qatim ajrashib, qancha qatim to'y qilaman. Mening taqdirim mushundaqmidi? Hayronman. Ba'zi ota-onalar bolalarga intan yaxshi tarbiya qiladi ekan. Urushib qolsa nasihat qilib, qizni kuy o'g'li bilan tang yo'lga solib qo'ydi ekan. Ammo mening taqdirim nimanchilar kajdi? Abdushkur meni urib tilab xarlagan bo'lsa-ku, mushundaq qilsa. Abdushkur yoki meni xarlamasa, nima desam shuni qildigan tursa. Adisi bir ishda ochiqini keltirsam, "Xap Gulshanjimi?" deb menga qo'l ko'tirsa, "Sen meni urmoqchimi?" deb qo'l chinab uning oldiga barsam, u kulib ketadi. "Hey Gulshan, mushu ushuqlig'ing qachonmi tugasin, ha?" deb erkiltib qo'yadi. Men xayollar ichida do'konga qandoq kelib qolganimni bilmayli qaptiman. Shunda qamashmagan besimlar tufaylidan kunlarim to'liq xomushlik ichida o'tib o'tadi. Ardin 4-5 kun o'tib, apam yana meni chaqirib, qachon ajrashlig'imni so'radi. Men hech nima deyamadim. Vaqtida ajrash, ering bilan birga manganingni ko'rsamla judonim o'rlaydi meni. Endi ering bilan manganingni ko'rib bo'lguncha ajrashib ket. Bo'lmasa mendan og'rinma. Apamga ma'qul deb qo'yib yenib chiqdim. Shundaq demasam, apamning qo'lidan har balo keladi. Apamdan qo'rqatdim. Do'konga berib, ko'nglim to'limi bearam bo'lib, yig'lab o'ltirsam, Abdushkur kirib qoldi. Yig'lab o'ltirganimni ko'rib, nima ish bo'lganini so'radi. "Gulshan, men bilaman. Apang ajrashib ketishga seni yana qistavotdi, shundaqmi? Qara, bu gaplarni u menga purulli degan. Menga tahdid solgan edi. Agar men ajrashmasam, o'g'limizni dadangning bolasi deb xor chaplab, yuzingni to'kadiganligini aytgan. Ammo men bu gapga pisand qilmay yurgan edim. Gap men ahmoqan ekan, senga hujum qilibdi." "Nima? Abdushkur, apam qachon sizga shundoq dedi?" "Demak, apam bizni ajrashtirmoqchi bo'ldi qilmoqdek. Bo'ldi Abdushkur, biz ajrashib ketaylik. Bechora gunohsiz o'g'limning sha'niga dog'i tushib qolishini xohlamayman." "Nima deyapsan, Gulshan? Apangning maqsadini amalga oshirmoqchimisan?" "Bo'ldi Abdushkur, men hordim, charchidim. Bo'ldi. Endi bo'ldi. Bu ishlar endi oyoqlasin. Biz ajrashib ketaylik." Men kishilarning shundoq so'z-cho'chaklaridan to'lim qo'rqatdim. Garchi shu chaqlarda gunoh menda bo'lmasa-mu, shu sabablik ustimdan so'z-cho'chak tarqalsa, nima degan satchilik-a? Uni eg'izga elish mumkinmi? Yo'q. Bu gaplarni men hargiz ko'taramayman. Apam qilaman degani qilmay qo'ymaydi. Agar shundoq bo'lsa, balam, yo'q. Balamni oldin satamasmi? Men bir kecha yig'lab chiqdim. Abdushkurga chidamasam-mu, balam uchun qurbonlik bermasam bo'lmaydi. Biz ajrashib ketgan taqdirdami, Abdushkur to'y qilmaydi. Mendan umid uzmaydi. Undaq bo'laversa qat'iy bo'lmaydi. Shundaq qilib, Abdushkurning yuragida nafrat o'rqini chashmoqchi bo'ldim. Biz bir payshanba kunligi ajrashdik. U yig'ilganda qilib, menga qiymagan holda men bilan xo'shlashib do'kondan ketdi. U ketgan bilan kashda chidamay, yana qishimga kelishini faraz qildim-da, garchi ko'nglim unmisimu, yanada uningda yomon ta'sir berishga tirishdim. Xeyli kash kirib qolganda do'kon qo'shnamning do'koniga kirdim. Chunki u qo'shnam kashlari asosan yolg'iz qoladi. Birdan paranglashib o'ltirdik. Ondan chiroqni o'chirib etishni aytdim. "Nimishqa Gulshan, chiroqni o'chirib olsam qandoq bo'ladi?" "Qaring qo'shnam, mendan qo'rqyapsiz? Xotirjam bo'ling, men odam yemayman. Bundoq paranglashib o'ltirsak, boshqalar ko'rsa xato tushunib qolmasin dedim. Agar xohlamasangiz o'chirmang. Men bu odam tepilmagandek sizning qishingizga kirganimni deyman." "Ha, xapolmang. Meni cho'ng ko'rib kirganingizga rahmat. Men o'chirib ketay." Chiroqni o'chirgili turganda Abdushkurni ko'rib qolgan edim.
Chunki men uni ko'zitib o'tirish uchun derazaning yonida o'tirgan edim. 10-qism. Mushunda qilish orqali uningda menga nisbatan nafrat qo'zg'amasam, u mendan umidini uzolmaydi. Men mushu ish orqali o'zimning, balamning, shundaqla Abdushukurning nom-obro'y ham manfaatini qo'g'dashni niyat qilgan edim. Abdushukur do'konga kirib, odam yo'qligini bildida qaytib ketdi. Endi u meni izlab, opamning yoniga berib, u yerda yo'qligimni bilsa, qaytib kelib, yana meni izlaydiganligiga ishonatdim. Yuragim qattiq og'riyotgan bo'lsa-mu, mushunda qilishga majbur edim. Biz mukishmak o'ynagandek ajrashib, yenishib yursak qat'iy bo'lmaydi. U ketgan bo'lsa-mu, yana yarim soatlar atrofida Abdushukurning qarisi ko'rindi. Uning do'kon tarafga o'tib ketgani pamildimda, "Men chiqib ketay", deb chirog'ini yoqdim va xo'shlashib eshikdan chiqdim. Buni ko'rgan Abdushukur danq etib turib qoldi. Birdan turgandan keyin qishimga keldi-da, yuzimga bir tastak soldi. "Voh, rasvo! Bu kechada haqning do'kon nemish qilsan? Ayta! Isat sang ishonganlarim, isat sang qilgan aqidalarim. Asli tegingdan buzuq nemkansan emasmi?" U bu gaplarni qilayotgan vaqtida, garchi chiroylarida intayin darg'azab bo'lgan bo'lsa-mu, nemishqidir ko'z chanoqlari qizarib ketgan edi. Buningdan uning mendan intayin umidsizlanganligi chiqib o'tiradi. Yuragim qattiq etishib ketdi. "Menga nima amal? Meni kechir, Abdushukur", dedim ichimda. Abdushukur birdan asabiylashdi. Chechimdan tutib so'rab degandek do'konga akirdi. "Ayta, paskina! Necha vaqtdan qanchalik buzuqchiliklarni qilding?" U shundoq degash meni dastadi. Tepi puti harsa qo'li bilan, qo'li harsa puti bilan uratdi, depatdi. Ish qilib tayoqdan mening saqirim qolmagan edi. Bu jarayonda qo'shnimiz Mukarrab uningga nasihat qildi, tushuntirdi. Biroq Abdushukur unimi tangtillab ketgachga, u amalsiz chiqib ketdi. Bir chaqda tayoqqa chidamay qoldim. Oxiri bu o'yinni oxirlashtirish uchun o'rnimdan dasturdim. "Bo'ldi Abdushukur, endi bo'la. Sen hozir mening hech nimam emas. Shunga endi bo'ldi qil. Sening endi meni so'roq qilish, urish huquqing yo'q. Men seni burun yaxshi ko'rgan bo'lsam-mu, endi seni yaxshi ko'rmas bo'lib qoldim. To'g'ri deding. Men bir buzuq, rasvo. Shu bu yerdan tez ketgin. Buzuqning qishida tursang, yuzing sat bo'ladi. Bu do'konda emas, bu yurtimga ketgin. Bundaq bo'lganda mening buzuqchiliklarımni ko'rmaysan. Endi meni avvar qilma, mendan yiroq turgin." Shundaq deb uni itirib do'kondan chiqarib İçimdagi barliq azoblarim portlayli deb qolg'ashqa, uni qo'g'ilg'ash bar kuchim bilan yig'lab ketdim. Uning do'konning oldida beshini qamallab o'tirganini ko'rib, shunchalik azoblandim. Ammo balam uchun hammaga chidamay bo'lmaydi. "Meni kechiring, Abdushukur. Men muamalsiz. Sizga bundoq varqirmasam, azor bermasam bo'ladi. Ammo men ilojsizman." Bir haza o'zimga so'zlab, yig'lab ichimni bo'shatgandan keyin eg'ir gavdamni ko'tarib karvatga chiqdim. "Meni kechir, Abdushukur", deb cho'mbirini tinvatgandan keyin soatga qaradim. Yarim kechadan oshgan bo'lib, soat dal 3 bo'lgan edi. O'ltirg'ili badallarim qattiq og'riyotdi. Men tasqabdiman bir kecha yig'lab o'ltirg'ili. Badallarim qattiq og'riyotdi. Bu og'riqning tayoqdan yoki arg'iliqdan ekanligini bilmaydim. Men to'risga qarab bir kecha uxlamay xiyol surib chiqdim. Atsi ishib ketgan yuz ko'zlarimning chinib qolmasligi uchun ozroq kirim qilib olgandan keyin chandurmay normal ishimni qilaverdim. Ba'zan ayol qo'shnilarim bizning ajrashib ketganimizni bilgan chig'i, "Voy Gulshan, Abdushukurdan ayrilib qolganingizga chidamay, yig'lab chiqqan o'xshamamsiz?
deganlarmi bo'ldi. Bundaq savollarga kulib qo'ydim xolos. Atis opam do'konga keldi. Men hammani bildim. Sen o'zingni upratma. Javob desa osmonga baq, o'g'ir desa yerga debdikan. Endi to'g'ri qipsan. Bo'ldi opa, menga hech nima demang. Endi murodingizga yetkizdim. Xush bo'lgansiz. Endi bizning ishimizga, to'g'risi mening ishimga endi aralashmang. Men bu kichik bola emas, bir balaning onasi. O'zimning yo'lini o'zim tepib mangalayman. Men shu gaplarni deb yig'ilganimcha do'kondan chiqib ketdim. Bizning muhabbatimizning guvohchisi bo'lgan daryo bo'yiga qandoq kelib qolganimni bilmayla qoldim. Bir vaqt qarasam, shu yerda zo'ngzuyib o'tiribdiman. Putlarim uyushib ketgan edi. Bu yerda qolgan barliq go'zal aslimlarimni bir-birlab eslab chiqdim. Bilmadim. Shu kunlar endi qaytadan kelamdi yo'q. Men bir oy uyga kelmay do'konda yetib qopdim. Mening kunlarim seg'inish, asrat ichida o'tmaydi edi. Abdushukurmo shu ish bo'lib atisla Qashqarga chiqib ketibdigan. Biz ayrilib 2 oy bo'lgan bugungi kuni uning to'y qilganini bildim. Mening hayotimning to'yi, mening barlig'imning to'yi. Men sevgan shu endi boshqalarning bo'lish oldida turmoqda. Bu azob nima degan eg'ir ha? Biz bir chaqlarda bir-birimizdan mangu ayrilmaymiz. O'g'limizni yetim qilib, biz ko'rgan kunlarni ko'rsatmaymiz deyishgan emasmidi? Endi nasablar tufayli o'g'limizni yetim qildik. Mayli. Nemili bo'lmasin, bizning yanada go'zal vaqtlarimiz o'tgan. Men uningga garchi qiymasammo, yanada baxt tilayman. Qanday ahvolingiz Abdushukur? Yaxshi turvatamsiz? Bugun to'yingiz bo'pti. Muborak bo'lsin. Mening bundoq deyishga salohiyatim to'shmasimi, yanada yuzimni qiyilin qilib sizga uchur yozdim. Mendek yuzsiz, axloqi yaxshi emas birisiga shunchalik aqida qildingiz. Shunga siz cho'qim baxtli bo'lasiz. Buningga ishonib turibdiman. Sizga baxt tilayman. Xayr. Ko'rishgacha omon bo'ling. Bundan keyin sizni avar qilmayman. Uning bu xushallik kunlarda yanada birga bo'lolmay, ichim qattiq ochiq bo'ldi-da, uningga qisqa uchur avatdim. Uchurni yo'llab bo'lib, o'ksib yig'lab ketdim. Telefonimga kelgan uchur mening yig'amni to'xtatdi. Qo'llarim titragan holda uchur bo'ligini ochdim. Bo'ldi Gulshan. O'tgan ishlar o'tdi. Men hammani unutib ketdim. Seningmi unutib ketib, qaysar yashashni umid qilaman. Menga baxtliligingga rahmat. Buningdan keyin balkim sana uchur yoza olmayman. O'g'limizga yaxshi qara. Xayr, omon bo'l. Bu qurlarni o'qib bo'lguncha ko'zimdan oqqan yosh yuzimni yuyib ulgurgan edi. Men bir hazo yig'lab ichimni bo'shatib olgandan keyin uning nomerini yuyib va buningdan keyin bolam va o'zim uchun qaysar yashash qaroriga keldim. Nemishqikin mening salomatligim kundan kunga nacharlashyotdi. 1-2 kun asm soldirib qo'ysam yaxshi bo'lib qilib, yana turibla og'rib qolatdim. 3-4 oy shundoq bardoshlik berib yurib, bulanmay o'rin tutib yetib qoldim. Beshim bakli og'riydi. Put-qo'llarim telib, hech mag'dur yo'q edi. 3 kun yetib qilib, bu jarayonda opam xuddi itga osh tomoq tashlab bergandek tomoqni akirib, tokkida tashlab qo'yatdi. Yeymanmi, yemaymanmi, kari yo'q edi. 3-chi kun tushda ajatga chiqish uchun shunchalik tasda sirtqa chiqib kirdim. Hamda karvatga chiqay deb putumni karvatga elishimga qursqim qattiq og'rib ketdi. Men vayjonlig'imcha kresloga aram taskilib yetib oldim. Men putumni sunsam, texi og'ir etdi. Yig'ib yatsam, texi og'ir etdi. Bu chog'dagi og'riq azobiga hech nima to'g'ri kelmaydi. Men og'riqqa bardoshlik berolmay yig'lab to'lab ketdim. Qattiq yig'lagan bo'lsam-mu, opam hech bir kiray demaydi. Ularning sirti qilgan paranglari so'z anglab turg'achqa, menga beparvo muomala qilg'ini manaman deb chiqib o'tiradi. Mushundaq yetib o'lib ketarmanmi deganlarni o'ylaydim. Bechor o'g'lim nima kunlarni ko'ra? Nima bo'lding? Nima yig'laversan?
odamning beshini og'irtib. Bek chidamagan bo'lsang, ket. Canım apa, meni qutqizmaydi. Men hech kimga chidamagan yerim yo'q. U to'y qilib bo'ldi. Uning bilan mening aloqam yo'q. Men og'riqqa faqat chidamadim canım apa. Sening nima uchun og'rib qolganingni men bilmamdim. Yetib tur. Mening ozroq ishim bor. Shuni qilib olib, ondan apray doktorga. Apam nayt ochiqi bilan shundoq deb qo'yib chiqib ketdi. Mushumu mening apammi amdi. Mening qiynalib ketganimni ko'rib turib chiqib ketib bordi desa. Meningdami shu ishi muhimmi deyman. Qo'rsqimning og'riqidan yuragimning og'riqi besib ketgan edi. Apam ish kerak demaydi. Men oxiri chidamadim. Shunchalik tasda o'rnimdan turib, tamlarni tutib yurib, ishga uyga aram keldim. Bu chaqda kelin singlimmo meni ko'rgan edi. "Acha, nima bo'ldingiz?" U qishimga yugurib keldi. Beshim qayg'andek bo'lganini bilaman. Bir yerlardan ovozlar anglanayotdi. Bu ovozlar apam bilan kimdir birining ovozi edi. Men shunchalik tasda ko'zimni ochdim. Hammamizning nazarda qutqazg'uchi axlatliq farishta deb ataydigan axlatliq bir doktor apam bilan gap talashyotdi. Men qo'l qo'yolmayman. Men nemishqa qo'l qo'yg'idakman. "Hey acha, siz bu qizning opisikansiz-ku. Shundoq bo'lgandan siz qo'l qo'ymasangiz kim qo'l qo'yadi? Siz bo'lmasak bu qizning hayoti xavfga uchraydi." Egiz bo'y paslik kelgan, yeshi mandamatlik keldigan bir chiroyli ayol doktor shundoq deyotdi. "Ohoy ukam, mening nima ko'rim? Helimi oz chiqim salmadi bu bizga." Apamning bu gapi meni hayron qoldirgan edi. Doktor apamga hayron bo'lguncha turib qolgan edi. "Doktor," dedim men zaif ovozda. Doktor tezla mening qishimga keldi. Nima degandek talaffuzda menga qarab turdi. "Doktor, men nima kasalkanman? Men oyat qolamdikanman. Agar oyat qoldigan ish bo'lsa, men qo'l qo'yay." Ovozim bekla bo'sh chiqyotdi. "Siz qo'l qo'ysangiz bo'ladi, ammo..." deb to'xtab qoldi doktor. "Qog'oz qani?" Doktor qo'lidagi qog'ozni menga sundi.